Umid, assalomu alaykum. Va alaykum salom, O'tkir. Assalomu alaykum Umid, assalomu alaykum bizni hozir ko'rayotgan qarindoshlarimiz. Hamma yaxshi turgansizlar. Umid, seni ko'rganga bek xushalman. Xeyli bo'pti ko'rishmabdi bu naq maydonda. Bu ko'rayotgan qarindoshlarimiz. Hamma yaxshi turgansizlar. Umid, seni ko'rganga bek xushalman. Xeyli bo'pti ko'rishmabdi bu naq maydonda. Bugün endi Umid bu seni bilan bu yerda muzokara qilish bir sabab. Eng başta men bir kichik vaqtimdagi bir cho'chak esim kelyotdi. Dadamlar shu yetgan kichik vaqtimda shu bir buvayning 3-4 balasi bor ekan, ular o'zaro faqatla kelishmaydi ekan-ku. Shu bir kuni buvay chiqiblar, balalarga bir supurgin tashlab beribdi. Supurgin tashlab berib, balalarim mushuni bir buzib chiqanlarchi debdi-ku. Bu degan 4 balasi 4 tarafdan bu supurgin tatib sindirimiz deb buni faqat sindiramay qolibdi-da. Keyin bu dadisi supurgisining jiplarini evitib bir-biridan tashlablar berdi. Endi buni sindirlarchi desa, bular jataq yo'q, ushaq nimasidan sindirib dada mana deb beribdi bularga. Shundan keyin bu debdi-da bu buvisi. Ana birga bo'lsanglar, shunday hislarni hech kim sindiramaydi deb. Mushu cho'chak endi kichik vaqtimda men buni qanday tavsiya bilan angladim hozir esimda yo'q, lekin bugungi kunda mushu cho'chak beshimdan faqat chiqmayapti-ku. To'g'ri. Bu masalan hozir bu har bir Uyg'urning beshida har bir Uyg'urning ideyasida biz o'zimizning shu vatan davosini, mustaqillik davosini biz birlashmaguncha biz mustaqillik ega bo'lishimiz tez deb hammamizning bu ideyasi kirib ketgan. Hammamiz buni tushunib turibdi. Har bir tashkilotlar buni biladi, har bir inson buni biladi. Lekin qandaqdir bir biz birlashamayapmiz-da. Bu qiziq ishda hammamiz bilib turib birlashamay bo'lgan ekan, bu hayron qolamiz. Lekin shu sen bir qancha bir 10 kunning oldida bir Facebookda bir naytı bir umdan alamet bir chaqiriq qildim. Endi shu chaqiriqning asosiy mazmuni shu bu bugungi kunda agar biz tashkilotlar birlashamisak, agar bir insonlar birlashamisak, biz shu faoliyatdan ideya bilan shart qo'ymay birlashish mumkin deb bir chaqiriq qilgandim. Men o'ylayman bu bir bugungi kunda bu bu bir endi bizning shu vatan davosininki bu bizning shu mustaqillik şirketimizden bu bir endi yangi bir yo'l deb o'ylayapman-da. Bu seniki shu Facebookda qo'ygan qarsam bu asosan komment bo'lganlar nayt jihatdan komment qilibdi, endi har xil fikrlar bo'libdi, qo'llaganlar bor, qarshi chiqqanlar bor ekan, lekin bunday diqqat qilsam shu o'tirajadan Kirill yozig'ida nayt jihatdan kommentlar yozib turadi. Shuna qaraganda bu masalan bu bizning shu O'rta Osiyoga Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, balkim Rossiyadagi qiziq ekan bu. Umid bugun seni mushaga taklif qilganimiz shu tafsiliy shuni bir muzokara qilsak. Sen bu ideyangni yana bir shu asosan endi O'rta Osiyo aholisi demadi, bu internetning cheki yo'q, sanlaydi. Shuni bir muzokara qilib, yana tafsiliy aytib bersam shu chaqirganimni. Ya rahmat, to'g'ri deganing. Endi birinchidan hozir shu amaliy harakatda birlashish degan temani o'tirib qo'yib so'zladim-ku o'tganda. Endi bu amaliy harakatda birlashish deganni o'tirib qo'yishda nurg'un omillar, endi gapning rostini aytsam shu yillarcha meningki izlanishim bu bir necha yilning yog'i shu birlashish to'g'risida nurg'un bosh qotirayotgan insonlar bor. Ammo qandaqdir bizda cho'ng bir birlik hosil bo'lanmadi. Biz shunchalik jiq vaqtlarni isrof qildik, hatto texmi parchalanishlar, bir-birimizning ko'nglini og'irtishlar, shu birlashish bir turlik amalga oshanmay keldi. Endi bu shu amaliy harakatda birlashish degan bu temani so'zlashdan burun hozir masalan birinchi bo'lib men Turkiyada boshlangan mening urug' tuqqanim qani urug' avlodlarining izdirigini qilib oldi bilan mening urug' tuqqanlarim qani deb boshlangan shu namoyish İstanbul'da, Ankara'larda başlanıp hazır hem de dünyanın hem yerinde bu umumyüzlük bir halk hareketiga aylanayotgan. Yani bu bir necha shaxsninki hareket emas, halk hareketiga aylanayotgan bir
cho'ng qo'zg'alishni ko'ryapmiz. Mushu bir endi bir o'rnak bu yerda. Xalq birlashsa nima ishlarni qila oladiganligimizni. Biz necha vaqtning yog'i birlashaylik dedik, ammo biz nega taklif qildik birlashaylik deb Uyg'urlar bir-birimizni degan chaqda hammamiz o'zimiz to'g'ri ko'rgan, o'zimiz ergashgan tashkilotlarning orqasiga mayaga keldik. U tashkilotning yoki bilib yo bilmay yoki shu tashkilotlarni tunib yo tunimay u bir-birisining ideyasini rad qilishlar orqali bir tashkilot namoyish qilsa, bir tashkilot faoliyat o'tkazsa, yana birisi bormaydigan, inkor qiladigan. Yoki bo'lmasa bizning Uyg'ur jamoatchiligining ichidagi bir kasallik holiga o'tib qolgan bir xalq ichidagi bir psixika bor. Jamoat orasida o'zi yaqinlar, to'g'ri qismi, xato qismi o'zi yaqin odamlarningki o'rinlashtirgan faoliyatini qo'llaydigan, to'xta, ma'ning davlat manfaatimiz uchun, mustaqilligimiz uchun nima ziyini bo'lyotidi, nima foydasi bo'lyotidi deganni surishti qilmaylar. O'zimning yaqini, mening atrofimdagi mashrifimning, jamoatimning odami deb o'zining yaqin odamining faoliyatini qo'llaydigan, ammo boshqalar to'g'ri qismi qo'llamaydigan yoki bo'lmasa o'zining yaqin odami xato ish qismi yoki o'zi ergashayotgan tashkilot xato ish qismi buni xato demaydigan bir xato yo'lda mangduq yillardan berida. Endi bu yerda Turkiyadagi hozir bo'layotgan bu qo'zg'alish, yani xalq harakatiga aylangan bu harakat bir o'rnakmish edi. Bu hech qanday bir tashkilotga tava emas hozir. Hatto mushu hech qanday bir tashkilotga tava emas, bu saqlanib qilishini orzu qilmayman bu faoliyatning. Nimishga degan chaqda buning bir tashkilotga bog'lanib Xitoy buni bir tashkilotga bog'lab ko'rsatishga urinadi. Masalan, yoki Dunyo Uyg'ur qurultayiga chetishga urinadi, yoki surgun hukumatlarga chetishga urinadi, yoki bo'lmasa bir tashkilotlarga bog'lab turib, bu haqqoniy o'tirg'i chiqayotgan bu xalq harakatini, ya'ni mening urug' tuqqanim qani, oilam qani deb o'tirg'i chiqayotgan, o'zining urug' tuqqanlarining izdirgini qilayotganlarni bir tashkilot bog'lansa nima bo'ldi desa, Xitoyning bunday bir faoliyatni bostirishga bahonasi ko'p bo'ladi. Shu o'zi bilan strategik o'rtoqligi bor davlatlar, masalan Turkiya deylik. Turkiyaga besim ishlatish orqali tashkilotlar orqali bu ishni bostirib o'talaydi. Yoki bo'lmasa bu ishni xunuklashtirib o'talaydi. Hozir Turkiyadagi bu harakatningki nihoyatda yaxshi avjiga kelib, Avstraliya, masalan Norvegiya, Germaniya hamma yerda hozir tashkilot raislari masalan o'tganda ko'rib qoldim, Dolqin Aysa bir shu Germaniyadagi bir faoliyatga men bir Sharq Turkiston Fransa bo'lish salohiyatim bilan chiqdim debdi. Bu bir o'rnak. Shuning bu yaxshi bir qadam bosish shu. Bu xalq harakati. Buni biz mayli qaysi ideyada bo'layli, yillardan beri bizni bo'lib kelgan nima desang shu ideya farqi. Yillardan beri biz nimadan ziyon tortdik degan chaqda biz davlatning manfaatini, mustaqillik yo'limizni birinchi o'ringa qo'yishning o'rniga Uyg'urlardan ketgan xatolik biz o'zimiz ishongan, o'zimiz bilgan tashkilotlarning orqasidan shu tashkilotlarning siyosatini birinchi o'ringa qo'yib oldik. Yoki ba'zi insonlar o'zini birinchi o'ringa qo'yib, o'zining deganini rost qilib mangdi. Yoki bo'lmasa shu tashkilotni monopol qilib olganlar shu tashkilotlarni o'zining xohlagan irodasi bo'yicha mangdirib xalqni aldab keldi. Endi bu narsalar hammasidan ziyon tortgan kim bo'ldi degan chaqda bizning xalqimiz ziyon tortdi. Endi hozir masalan dunyoning har qaysi joylarida bu faoliyat elib berilyapti. Bu faoliyat oxiri nega bog'landi degan chaqda mayli o'zining ota-onasininki urug' tuqqanining bir parcha rasmini ko'tarib chiqqan bo'lsin, mayli Sharq Turkistonga mustaqillik deb bu bayroqni ko'tarib chiqqan bo'lsin, bu berib
Xitoyninki hozirgi o'tkazayotgan irqiy qirg'inchiligiga taqalyotdi hozir. Xitoy buningdan bearam. Eng bearam bo'layotgan narsa o'sha xalq harakatidan bearam bo'layotdi. Chunki nimishga degan chaqda birdamlikin buningki nima uchun bu xalq harakati ya aylanib ketsa, Xitoyni nima uchun texmi bearam qiladi? Nima uchun bir tashkilotdan aymanmaydi Xitoy? Nima uchun bir tashkilot bo'lsa bunchalik tantirmaydi? Nima uchun bir Zumrat Tursunning yoki bir lager shohidininki so'zlari mediaga chiqqan chog'da nima uchun bu Uyg'urlar mening tuqqanim, urug' tuqqanim qani deb buning izdirigini chiqqan vaqtida nima uchun Xitoy bunchalik bearam bo'lib ketdi degan chog'da xalq harakatiga aylanib ketishdan bearam bo'lyapti Xitoy. Bu xalq harakati deganda bu yerda hech qanday siyosiy bir tashkilotga ega siyosiy tashkilotning orqasidan menish bo'lmaydi. Bo'lmagandan keyin bu yerga chiqqan insonlar o'z irodasi bilan harakat qilyapti degan gap. Ya'ni hech qanday bir cho'ng bir kuchning bunda harakatni to'xtatishdir. Bunda harakatni kim bilan to'xtatadi? Masalan, hozir misolga sen oddiy bir dehqon tili bilan misol olaylik. Hozir shu 2-oyninki 27 kuniga biz masalan Amerikaning Washingtondagi Oqsaroyning oldida bu Amerika hukumatiningki Trump taxtdan tushib Joe Bidenning chiqishi bilan bu Joe Biden bu Uyg'urlarga Xitoyning ko'rsatayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik degandan hozir bir qadam keyiniga chekindi bu. Teni o'lyapti hozir. Endi bu Amerikaga biz to'xtamay, bizning hozir birdan-bir burchimiz, bizning qiladigan birdan-bir vazifamiz nima degan chog'da, hozir bizning da'vodagi birinchi strategiyamiz nima bo'lish kerak degan chog'da xalqaroga Uyg'urlarning ustidagi bu zulmni irqiy qirg'inchilik deb tonitishimiz kerak. Hatto qonunlashtirishimiz kerak-da buni. Endi bu qonunlashgandan keyin nima bo'ldi degan chog'da bu yerda irqiy qirg'inchilik bo'layotgan yerda bu ikki millatning bir to'qinishi bor degan gap. Bu yillardan beri xato siyosatning natijasida o'tirib kelgan inson haqlari, kishilik huquq degan temalar nimani ko'rsatib berganda desa, biz Uyg'urlarni Xitoyning og'zida deganga o'xshash, Xitoylar biz Uyg'urlar Jungoning 56 millatining bir millati deganga o'xshashlar Xitoydan inson haqlari tilash, kishilik huquq talab qilish nima bo'lib keldi desa, Xitoyning ichki ishlari deganga o'xshash bo'lib keldi. Endi mau irqiy qirg'inchilik darajasiga chiqish nima bo'ldi degan chog'da bu da'voning irqiy qirg'inchilik darajasiga chiqishi bu yerda bir inson haqlari degandan so'z qilish mumkin emas bundan keyin. Agar irqiy qirg'inchilik degan qonunlashdi degan gap bu yerda irqiy qirg'inchilik bu g'oyada inson haqlari deganni so'z qilishning hojati qolmaydi. Bu haqda birdamlikin yana ayrim to'xtalamiz. Men inson haqlari bu kishilik huquq da'volarininki Sharq Turkiston mustaqillik da'vosiga va Uyg'ur erkinligiga qanchalik ziyonlarni olib kelganini va yana mushta ketaversak qanchalik ziyon olib kelganini ayrim to'xtalamiz. Endi hozir temamizga qaytib kelsak, bu amaliy harakatda birlashaylik, amaliy harakatda birlashish ideyasini targ'ib qilaylik deb mening oldingi qitim bu nimaga chiqishimning sababi bir soatlik bir video ishladimku deyman xatolashmasam. Buning sababi nima degan chog'da bu Uyg'urlarni asos qilgan butun Sharq Turkistonliklarni kunimizda Umid başta belki bir qardoshlarimiz alınmagan bo'lsa, ya meni degandan bu chaqiriqni alınmaganlar bo'lsa, bu shu chaqiriqni qaytadan bir qisqacha bir deb keyin sababni desak. Bo'ldi. Endi mening u shu chaqiriqning mazmunini biroz devatsam. Mening u chaqiriqim nima degan chog'da bu yerda hech qanday bir tashkilot ayrimay, sen u tashkilotda, men bu tashkilotda demay, bir-birimizningki qaysi ideyada ekanligimizni ayrimay, mayli qaysi tashkilotda bo'lsak, bir niyatda, harakatda, ya'ni biz vatan mustaqillik uchun nima ish qila olamiz degan chog'da, hozirgi shu irqiy qirg'inchilik bo'layotganda, bu irqiy qirg'inchilik deganni
Amerika başlıq dövlətlər ağzıға aldı. Amma bizim Uyğur təşkilatlar, Uyğur cəmaatçılığı texi bu ırqi qırğınçılıq deyişdə keçikib qeyvatımız texi biz. Hətta media aldığı çıxıb getdi də. Əmdi muşundaq bir vəziyyətdə bizni Amerika başlıq dövlətlərinki mediası, siyaseti bizni aldığı yani bizim aldığımız ötüp getdi. Biz kendi qeyvatımız. Məsələn, şu bugün əyətlərinin içində ama Kanadada bəzi yerdə bugün uyğu silinibdi deydi, bəziləri 22-ci İslam düşənbə günü uyğu silindik deydi. Kanada'nın parlamentoda məsələn ırqi qırğınçılıq deb qəbul qılmaslıq uyğu sunuluyordu məsələn Kanada'da. Ama bizim Uyğur davarımız bunun keynida, nait keynida qaldı. Hazır xalqara siyaset bizni aldıq selvadı. Muştaq şəraitdə nima degan çağda biz özümüzden so'rash kerak. Men nima ish qila olayman? Birdan bir qiladigan ishimiz harakatda birlashish. Mayli tashkilotlarning qaysi tashkilot bo'lsin, burungi ishlarni unutib, xato o'tkazgan siyosatlarimizningki bir-birimizning peshonasiga qo'ymay, endi to'g'ri yo'lni tepishimiz kerak. Muşu siyaset seksensideki bütün Uygurlar azraq vicdanının özünü sorak kılış gerek hazır. Ben nemi ziyan yetkiziyatım, nemi payda yetkiziyatım. Endi bu teminki aldığın söhbetdeki temini azraq çöndürüp ötüp geçsen dedim. Biz etiraf kılaylı, kımmaylı ahırki 20-30 yıl jarayonida bu dava insan hakları davası olmalıdır. Uygurların davası insan hakları, kişilik hukuk davası olmalıdır. Hatta özümüzden ketken hatalıklar bilen, yani Uygurların xalqaradaki siyasetindeki ağzığı sepiriş bilen Şinjan'daki Uygurlar, Cungu'nunki Garbi Şimalı'daki Müslümanlar, yani hatta Chinese Muslims, mesela Xitay'daki Müslümanlar deydiğen atalıqlarının kullanışığı sebepçi boğan, yani kim dese biz, Uygurlar. Bizden meydanımız ini xumağalıqıdır. Siyasetçilerimizdeki, bizden siyasetçi devatqa insanlarınki ötküzgen hatalıqlardan biz Amerika'ya şundaq demisek anlamaydı ki. Nimi üçün anlamaydı? Anlaydı o. Mesela Tibet deydi, nimi üçün bizni Şinjan deydi? Nimi üçün bizni Chinese Muslim deydi? Bizden ismimiz var bir Uygur deb. Bizden devletimiz var Şarkı Türkistan deb. Muşu hatalıqlarının 30-40 yıl hata siyasetninki neticesi. Endi hazır mandaq bir narsa var. Bir işte netice kazanılayotgan bolsa, bunun so'rig'ini qilib, bu hata desek o vaqtida biz xatolashgan bo'lamiz. Ammo millatning bir a'zosi, bir Sharqi Turkistonning bir fuqarosi bo'lish salohiyatimiz bilan biz har qanday tashkilotlardan o'zimiz a'zo bo'lgan tashkilot bo'lsin yoki mayli qanday tashkilot bo'lsin o'zimiz so'rashimiz kerak. Bu zadı bu dava nimaga payda keldi? Bizning hozir 20-30 yilning yağı inson haqlari, kishilik huquq, o bu deb qilayotgan dava Uygurlarga nima payda ib keldi deganni so'rashimiz kerak-da. Masalan, hozir nimani ib keldi degan chog'da hech nima. Ya'ni nolning tovanida hatto texmi barbod hozir Uygurlarningki ahvoli. İnsan hakları davası degan başlangan vaqtlarda, insan hakları, kişilik hukuk degan başlangan vaqtlarda Uygurlar eng bo'lmaganda Uygur tilini so'zlayotgan, Uygur maktablari ochiq, Uygur televiziyalari, Uygur radiolari mayli Xitoyninki kompartiyaning boshqarishida bo'lsa-mu, Uygur so'zlayotgan, Uygur tili davom qilayotgan Uygurlar qanday olamsin xizmatlarga yurib, jinini erkin beqib ketib qolgan bir vaqtda bizning vatanimizni Xitoy ishg'ol qilib oldi deb boshlangan da'vo bu. Biz Jungo'ning bir parchasi, Jungo'ning g'arbiy shimolidagi Chinaninki g'arbiy shimoliga joylashgan bir yerda yashaydigan Uyg'urlar
biz aştaq yerden kelgen deb Amerikaga, G'arb davlatlarga tonuşturgan kim o? Uyg'urlar. Endi bunun ziyni nim bo'ldi degan chaqda biz Jungo'nun bir partisi, Jungo'nun g'arbi shimolida Şinjan deb ataladigan bir yer, ayni vaqtda Sharqi Turkiston deb atalatdi. Deb qo'ysa nim bo'ldi degan chaqda biz Uyg'urlar o'zligidan Sharqi Turkistonninki Xitoyning bir partisi ekanligini e'tirof qilgan bo'ladi. Xitoydan inson haqlari talab qilish, Xitoydan kishilik huquq talab qilish nima ma'noga keladi xalqaro siyosatda degan chaqda biz Jungo'ning bir fuqarosi bizga Xitoylarga o'xshash erkinlik bermayotidi degan ma'noga keladi bu dehqon tili bilan aytsak. Çünkü yıllardan beri bizim siyaset sahnimizde siyasi atalgılarını İngilizce political siyasi atalgılarını kullanıp kıstırıp ötüp xuddi burun bizim şairler Farsça, Arapça gaplarni qo'shib she'r yozib dangliq qilib olgandek ma İngilizce Uyg'urlar tushunmaydigan atalgılarni qo'shib turib so'zlablar bu Uyg'urlarga da'vo qilyapmiz deb ko'rsatildi yillarcha bu da'vo. Ham buning ziyni nim bo'ldi degan chaqda xalqaroda bizning da'vo Jungo'ninki bir ichki ishlar masalasida ko'rsatildi. Oddiy bir inson haqlari masalasida ko'rsatildi. Endi bu inson haqlari masalasida biz o'zimiz Jungo'dan inson haqlari, Xitoydan inson haqlari talab qilayotgan bir millatni haq nima deydi? Elbette Jungo'nunki bir partisi insan haqlari talab qilyapti degandan keyin Xitoy nima deydi buningga? Buning ziyni nima bo'ldi deganda Xitoy qo'pib mening ishki ishlarimga aralashma deydi. Xitoy bizning ishki ishlarimizga aralashma degandan keyin xalqaromi buning oldida og'zi bo'sh qoladigan gap. Chunki biz o'zimiz shu Xitoyning bir partisi biz deb bergan Uyg'urlar biz. Endi Umid u bir 30 yılın aldığındaki bu biz davamı başlanıp hazır bir paytga keldik endi bir rasmiy bir butunlay davani yangidan o'zgartish bir paytga keldik. Mushundan qo'ldan bermasligimiz kerak deb o'ylayman men buni. Hozir lekin mushunday analiz qilib, to'g'ri analiz qilishimiz kerak. Bizning xatoligimizni o'rganishimiz kerak-da bundan endi. Yana Umid men bu masalan bizning O'rta Aziyada masalan o'ris tilli turk millatlar jiqda bu yerda. Men azroq bo'lsam o'sha boyagi mazmuni bir qisqacha bir o'ris tilida tushuntirib qo'yay. Bu bizning aloqa bergan faqat Uyg'ur qarindoshimiz emas. Ma'qul. Ishga yig'iz gap qilib. Qisqacha. Всем добрый вечер. Сегодня мы позвали господина Умид Сабера, нашего друга, потому что буквально где-то 12 дней назад он вышел с очень интересным предложением. Мы все понимаем, что для того, чтобы уйгурский народ обрел свою независимость, мы все понимаем, нам нужно объединиться. Сейчас очень много организаций, их стало там, они делятся, они появляются каждый день, и каждая организация пытается вести свое направление. Умид Сабер предложил в своем выступлении, раз уж так сложилось исторически, что мы не можем объединиться организациями, выйти одной структурой, Умид предложил объединиться именно идейно. Объединиться одной идеей. На сегодняшний день одна из мощнейших идей – это признание того, что творится в Восточном Туркестане, признание геноцидом, согласно Конвенции ООН от 1948 года. И каждая организация в своей стране делает это направление, с разных сторон подходит к своему правительству, своим каким-то лидерам государства, но с целью, чтобы это государство признало геноцид уйгуров. Признание геноцида – это будет первым шагом в обретении независимости уйгуров. Это основная была идея в этом. Сейчас Умид пытается объяснить, как он к этому пришел, почему это и надо. Что, мы хотя бы раз буду чантрить педом, Asasiyan buna da qardaşımız olmuşsun. Rahmat. Mushtaq arlab sen nima qilib turasiz, tarjima qilibchi. Endi boyiqi temamizga qaytib kelsak, o'tkir. Endi hozir bir yangi bir siyosiy davrga kirdik. Chunki xalqaroninki siyosati va Xitoyninki haddidan tashqari kuchlanishi Onunkin bu Xitoyninki hozir rasmiy dunyoga bir tahdid bo'lishi xalqaro siyosat sahnasini Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarashida Uyg'ur da'vosininki yo'linishini o'zgartiryotdi deb
biz e'tirof qilishimiz kerak buni. Oldi bilan biz o'zimiz o'tgan boyi deb o'tib ketgan xatoliklarimizni har bir Uyg'ur hozir o'zimiz bir e'tirof qilishimiz kerak. Ya'ni bir do'kon ochsaqmi, bir oddiy bir tijorat qilsaqmi, o'tkir sanmi tijorat bilan shug'ullanayotgan odam bir Uyg'ur mant samsixonasini o'yla. Agar shu odamninki bir manti samsixonasi, bir langmanxonasida shu tijorat o'tmayotgan bo'lsa, yo bir molni sotayotsa o'tmagan bo'lsa, bu setilmasa, yo u do'konini taqaydi, yoki bo'lmasa yangidan bir mol soladi-ku. Masalan, biz bu tijoriy sohasida ishlayotganlar shuni tushunamiz. Bir o'tmagan mol bo'lsa, melimdagi xatolik nada? Bu malning xatoligi nada? Ya qimmat setyaptimdim buni, yoki bo'lmasa bu malning bir kalitesi xatolik bormi deb. Demak, u mal inglizcha demand deymiz-ku, talab Uyg'urcha talab bunga yetarli emas degan gap. Endi hozir inson haqlari, kishilik huquq degan bu da'vo yo'li ana shu o'tmas malga o'xshab qoldi hozir. Ahmidi bu. Bu ahmag'andan keyin e'tirof qilishimiz kerak. Buning yangi yo'lini tepish kerak Uyg'urlarcha. Endi buning yangi yo'li nima degan chaqda hozir irqiy qirg'inchilikni qabul qildirish. Irqiy qirg'inchilik nima uchun ba'zi davlatlar inson haqlariga shunchalik ega chiqayotgan Amerikalar, Kanadalar, G'arb davlatlari nima uchun aldirab inson haqlarini qabul qilolmaydi? Nima uchun aldirab inson haqlari demayotdi? Masalan, sen Aqturpaq definition of genocide deb aqtu, ya'ni irqiy qirg'inchilikning ma'nosi degan. Aqtusan aniq deyilgan mush bizda bo'layotgan hozirgi zulmning hammasi inson haqli, ya'ni irqiy qirg'inchilik. Bizningki tug'utlarning cheklanishi, bir millatningki majburiy tug'ut cheklanishi o'zi irqiy qirg'inchilikka kirib, allburun kirib bo'lgan. Bu hamma bizning beshimizga kelayotgan narsalar hozir irqiy qirg'inchilik. Endi bu davlatlar nima uchun buni aldirab irqiy qirg'inchilik deb moddasining manda shu irqiy qirg'inchilik xalqaro konvensiya Convention 48-yilda qabul qilgan bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida. Uningda hozir 140 millat buni e'tirof qildi buni konvensiya. Shu yerda ikkinchi modda bor. Ikkinchi modda bu 5 40 hammasi bizda hozir bizning vatanimizda bo'layotgan ishlarda hammasi 5 bor. Buniga biz faqatla bir endi ispat kerak-da buniga endi. Men o'ylayman, xalqaro ispat kerak. Isbatni to'plasaqmi, unda to'playdigan tashkilotlar hozir endi asta-asta chiqyapti-da. Lekin buni tafsiriy isbat kerak. Masalan, meningcha bo'lsa, bu masalan bir mechitni buzvatdi degan emas. Buni masalan Qorli shahrida falan ko'chadagi falan uydagi mechitni buzvatdi deb shunaqa isbatni tayyorlashimiz kerak deb o'ylayman buniga. To'g'ri, dalil isbotlar bilan endi uni yordam qilish, dalil isbotlar kerak bizga. Biz yillardan beri xalqaro siyosat, tashqi dunyo xalqaro bizning da'voga ega chiqmayotdi dedik. Ammo hozir biz qancha kuchsak xalqaro bizga shunchalik yordamini sunadigan bir vaqt kelyapti hozir. Hatto bizning oldimizga o'tib ketdi dedim-ku hozir. Masalan, BBC'ning chiqargan xabarlari mushu nimadan sababli bo'ldi degan chog'da bu yerda men alayda hammasining ismini atab o'tmasammi, mushu lagerlardan bir yo'llar bilan qutulib chiqib o'zlari hayot shohid bo'lib witness olup, mushu bergen ispatlari arqılık intervyular qilish orqali bu dokladlarni BBC'ninki ve başka her xil o'rinlarniki bu dokladlarni biz uchun tayyorlab beryapti. Mana bu destek, mana bu yordam amaliyotda. Biz yordam qilamiz. Amaliy yordamlar mana mushu. Bizga xalqaroning qisa hozircha ashunchalik qila oladi. Biz o'zimiz shu BBC'ning tayyorlagan reportdek bir reportni Uyg'urlar biz tayyorlamaydik. Uning kuchimiz mi yetmaydi, sharoitimiz mi yo'q Uyg'urlarniki.
Ama aşındaq o'rinlar biz uchun qilyotidi, qilib beryotidi. Endi bizdan ketadigan narsa nima degan chaqda to'xtamay shundaq harakatni davomlashtirishimiz kerak. Isbot beradigan odamlarni izlab, so'rab turib, ularga madad berib turib. Masalan, hozir nima bo'lyotidi degan chaqda bizningki jamoatimiz orasidagi kamchiliklar yana mushu hayot lager shu lagerlardan hayot qutulib chiqib qahramonlik qilayotgan. Ya'ni u fidokorlik qilib qahramonlik qilayotganlar bir tarafda lagerlardan chiqib jim yetib olganlarmi bor bu yerda. Bu ikki tur lagerdan qutulib chiqqanlar bor. Ba'zilari jim yetib olganlar bor. Mau biz ko'rayotgan xalqaro mediadan tonayotganimiz, davomli gaplarni anglayotganimiz bular fidokorlik bilan chiqqan qahramonlar bu. Endi mushular bizning millatimizningki ashadiki ahuzarini dunyoga ayni yuzi bilan anglitib berganlar. Mana mushtaq insonlarga ega chiqishimiz kerak biz. Qo'llashimiz kerak, madad berishimiz kerak. Bularni tashlab etmasligimiz kerak. Bizning millatdagi yana bir xatolik millat uchun xizmat qilgan yoki millat uchun jinini berganlarningki hurmatini qilolmay keldik hozirgacha. Qaysi bir qahramonninki vatan uchun shehid bo'lgan qaysi bir qahramonning jilliq xotirasi qilyapmiz biz. Masalan, nurg'un shehidlarimiz bor. Qaysisini bir haqiqiy chin dilimizdan yod etyapmiz. Qaysisining yetim qolgan, vatan uchun qurbon bo'lganlarningki bolalarini qaysisini izlayapmiz. Yani izlayapmiz deb men davatqanim menmi buning ichida biz qanchalik shularning hurmatini qila olyapmiz. Vatan uchun qurbon bo'lganlarni qanchalik yod eta olyapmiz, qanchalik hurmatini qila olyapmiz, o'zimiz qilolmagan ishlarni. Shu qilolmaganligimiz uchun vatan uchun xizmat qilgan bilan qilmaganning hech qanday o'ttirdi farq bo'lmaganligi uchun bizda qahramon oz chiqyapti. Ammo Allohga ming qattiq shukri, yana shu hozir hayot lagerdan chiqqan hayot qahramonlarimiz dunyoning hamma yerida shundaq isbotlarni berish orqali bu yerda yolg'iz Uyg'urlarning to'kpisi emas, buning ichida qozoq qarindoshlarimiz bor. Shuning uchun biz birlashalaydigan yerlarda birlashishimiz kerak. Amaliy harakatda birlashishimiz kerak deganim naqmi shu. Hozir amaliy harakatda birlashalaydigan qayerlar bor deganni o'ylab boqaylik. Masalan, nelarda birlashalaymiz biz? Masalan, amaliy harakatda birlashish degan chaqda hozir birinchi bo'lib hamma narsani hozir albatta hammamizning o'zimizning qildigan faoliyat bir nishonlarimiz bo'ldi. Hozir birdan bir nishonimiz hammamizning dunyodagi butun Uyg'urning, butun Sharq Turkistonlikning, Qozoq, Qirg'iz, butun hammasining agar shu vatan mening degan odamningki birdan bir qiladigan ishi o'zlarining davlatlarida. Masalan, men Amerikada, sen Qozog'istonda kimning o'zining davlatida qudratining yetishicha bizning vatanda bo'layotgan bu qirg'inchilikning irqiy qirg'inchilik ekanligini shu davlatlarda e'tirof qildirish, qonunlashtirish. Buningda birlashamaydigan narimiz bor. O'tkir sen deb baq masalan. Ashuningdan talishib, yo'q men buni irqiy qirg'inchilik demayman deydigan Uyg'ur chiqamda. Bugungi kunda undaq chiqmaydi deb o'ylayman. Bugungi kunda chiqmaydi. Bir Uyg'ur buni irqiy qirg'inchilik emas dalalamdi. Degan odam Uyg'ur emas hozir. Unda degan odammi? U odamning Uyg'urligidan shubhalanish kerak. Gumonlik bo'ladi u chaqda. Qanday Uyg'ur bo'ladi irqiy qirg'inchilik dalanmasam? Unda olsa javobni savoldan tepishimiz kerak o'zimiz uchun. Irqiy qirg'inchilikda qabul qildik. Unda olsa nima uchun birlashamaymiz? Bizning tortishadigan narimiz bor masalan. Mana bir yer chiqdi birlashadigan. Endi bu amaliy harakatda birlashish, mushundaq hozir birdan bir nishonimiz irqiy qirg'inchilik bu. Bu necha yillarning yog'i har xil strategiyalar qurilib boqdi. Strategiyachilar uzun strategiyalarni yezib boqdi. Qaysi aqdi? Albatta, to'g'ri, hamma strategiyachininki yozgan narsi o'xshash deganimizdek bo'ldi deydigan gap yo'q, ammo dunyoning o'zgarishiga moslasha olishimiz kerak.
Hozir dunyoning o'zgarishi nega akit bordi bizni degan chog'da shu irqiy qirg'inchilik amaliyotda bo'layotganimi shu xalqimizni birdan bir xalqimizning oldida shu to'kilayotgan qonlarga yuz keloladigan qila oladigan xizmatimiz nima degan chog'da irqiy qirg'inchilikni o'zimiz yashayotgan davlatlarda qabul qildirish. Umid, Hay. masalan, mana strategiya to'g'risida gap ketding. Endi bu bugungi masalan mazmunga kirmaydi deb o'ylayman, lekin baribir men o'ylayman bu strategiya bor, tashkilotimiz yo'q deb o'ylayman. Chunki masalan hozir xalqdan, tashkilotdan so'rab boqqan, masalan, sizlar 2021-yili nima qilmoqchisizlar masalan? Sizlar shu 2021-yilning dekabrda oxirida yilning natijasini chiqarganda, yilning 5-ida qanday sizlar o'zing planlarni qo'ygantinglar shu yilni qilishga masalanda, men o'ylayman, undaq tashkilotlar hozir yo'q deb o'ylayman. Jiq tashkilotlar menimcha bo'lsa, jiq tashkilotlar ular xuddi bir ishni qilib, hammamiz shunaqa deb to'plashib yugurib, undan keyin ishim tugagandan keyin ular masalan beshini tatlab o'tirib, endi nima qilaylik ekan deb shu. Endi men yana bir ahvol bu shu sen degandek, to'p-to'g'ri hozir ahvol naq sen degandek bo'lyapti. Bo'lgandan keyin nima bo'lishimiz kerak desa, odam men o'zimdan savol so'rashga boshladim, chunki men nima ish qila olayapman deb. Endi masalan, mush inson haqlarini nimani irqiy qirg'inchilikni Amerika hukumatiga tonutish, Amerika hukumatiga qabul qildirish uchun cho'qim bir tashkilotning a'zosi bo'lish shart emas hozir. Masalan, o'zimdan misol olsamda, hatto bir tashkilotning a'zosi bo'lishdan bir Amerika grajdani bo'lishni cho'ngroq biladi Amerikada. Chunki men boj to'lab ishlaymiz emasmi bu yerda? Amerika boj to'lamaydigan davlat. Masalan, men boshqa davlatlarni misol olamayman. O'zim turayotgan Amerikani misol olsam, bir Amerika grajdaninki men bir Amerika grajdani deb o'zimizning bir millat vakiliga yoki kongressmenga bir xat yozsak, kuchlik bo'lsa bo'ladiki, bir tashkilotning yozgani xatichilik kuchga ega bo'ladi. Masalan, men nima ish qila olayapman, nima ish qilaman deganni so'ragan vaqtimda eng bo'lmaganda shu ishni qila olay ekanman men. Demak, bu yerda har bir odamningki tashkilot bo'lmay turibmi, o'z oldig'imi vatan uchun xizmat qila oladigan bir fursat bor bu yerda. Amerikada 8,000 Uyg'ur bo'lsa, 8,000 Uyg'ur Amerika grajdani bo'lsa, bu xeyli cho'ng kuch. Bo'pmi biz Washington borganda bu men o'ylayman, dunyoda ish bir dunyoda Yevropa bo'lsin, bizning davlatlar bo'lsin, unda erkin senatorning oldiga kirib gap qilish, muzokara qilish imkoniyat hech kimda yo'q. Bu bizning emas, bu Yevropada undaq masala yo'q deb o'ylayman men. Masalan, hozir shu yaxshi misolni oldim. Amerikaning parlamentosining ishchini masalan sen ko'rmagan bo'lsang, biz deb bersak ishonmaysan balki. Ammo o'zing ko'rding. Hatto shu biz bilan yig'inga qatnashgan Fransiyalik hayron qoldi, o'zing bilsa. Bu Fransiyani biz demokratik deb yuribdik deb hayron qoldi. Endi shundoq bir davlat Amerika. Masalan, hozir 2020-yili bir yil vaqtimiz shu pandemik Xitoy virusi deb o'tdi endi. Yana shundadimi nima ish qila olamiz, nima ish qildik, nima ish qilyapmiz Uyg'urlar degan chog'da albatta menga o'xshash nurg'un Uyg'ur bor deb qarayman. Shunda qilayotgan tashkilotlar bor, shaxslar bor. Mana mushu ideyada bo'lsak, cho'qim bir tashkilot qilsa, uning orqasidan mengib men u tashkilotni yaxshi ko'rmayman yoki palonchi tashkilotningki ishlaydigan palonchini men yaxshi ko'rmayman, u degan ishni men qilmayman emas. Men qilayotgan ishning natijasi vatanning, millatning mustaqilligi uchun foydali bo'lsa, uni ahmat qilamdi, samat qilamdi, u odamni mening yaxshi ko'rishimning hojati yo'q, ya uning meni yaxshi ko'rishining hojati yo'q. Masalan, seni mening cho'qim bir-birimizni yaxshi ko'rib, undan keyin vatan da'vosi qilishimiz kerak degan bir shart yo'q bu vatan da'vosi degan chog'da. Hatto sening bilan aloqam bo'lmasligi mumkin, ammo ideyamiz, vatanning nishonimiz nima degan chog'da vatanning mustaqilligi bo'lgandan keyin mustaqillik, vatanning mustaqilligi, vatanning manfaati degandan cheknab ketmagan har qanday ishda biz amaliyotda harakat qila olamiz. Masalan, bir oilada 5 jon bo'lsa, masalan, mening balam ayrim, ayolim ayrim, men ayrim,
senatorlar bilan, millat vakillari bilan, Amerika siyosatchilari bilan aloqalashsak, bir oilada 3 jon. Sen abay 8 ming Uyg'ur desang, masalan, bundan müjdetlab o'ylayman, bir oiladan bir dadaninki aloqalashishi shart emas. Ermi ayolmi o'qisha ayrim xat yozadi. Hatto bu yerda bolalar yozgan xatlarga texim ahamiyat berdi. Masalan, mening bolam to'xtamay yozadi o'sha xatlarni. Ashuningga cho'ng odamga hurmat ko'rsatganda hurmatlar bilan apandim deb turib xat yozib javob keldi ashuningga. Ham bu yerda ajoyib bir davlat sizlar turibdi. Endi mau davlatlarninki selishtirmasini nima qilib qoldim? Yana mau Turkiyadagi hozirgi bo'layotgan, davom qilayotgan, xalqaro davom qilayotgan ashu manliq o'ttirib qo'yayotgan men arzu qilgan birlikninki bir o'rnaklari bo'layotdi hozir. Ashtaq amaliy harakatda birlashish deganninki. Endi buningmi to'sqinliklar bo'layotdi o'tkir. Nayt sezgir bo'lishimiz kerak. Buni qisqacha deb o'tib ketay. Nayt sezgir bo'lishimiz kerak deganimda ikki yoqdan ikki xil Uyg'urlar chiqyapti hozir. Birisi deydi bayroq osmasligimiz kerak. Bu bayroqni ochsak, ota-onam qani, urug' tuqqanim qani deb chiqqanlarninki qilayotgan emgigi natijani suslashtirgan, hatto buzgan bo'lamiz. Bayroqni ko'tarib chiqmasligimiz kerak deganlar bo'lyapti. Buni to'xtatib turaylik hozirda. O'ylashib baqaylik ma'ni qo'qib turib. Yana bir tarafdan birisi chiqdi, Amerikaning ya Kanadaning bir blonglaridan videoni shaqli ichiblar. Bayroq ko'tarmaganning anamanasini u bu deb og'zini tillabli bayroq ko'tarmaganni xoyinga chiqiriblar. Til ahonatlar bilan xalqqa murojaat qildi. Xitob qildi. Endi bu xalq deganimiz sammi xalq, manmi xalq nima qilarni bilinmay turgan odam nima ish qilsin endi bu yerda. Xalq birga harakat qildiranmayotgan bir vaziyatda xalqimizni bir yerga akilanmayotgan, qanday qilib birga harakat qildiranmayotgan bir vaziyatda birisi chiqsa bayroq osma deb Sharq Turkistonga mustaqillik dema deb. Yana birisi chiqsa Sharq Turkistonga mustaqillik bayroq osma desang xoyin desa. Endi bu millat ish qilmamda unda olsa, ashadillam ishkiga bo'lib bo'ldik-ku unda olsa biz. Nimacha Umid, bu bir qiziq bir tema kelyapmiz hozir. Bugungi endi shu biz endi sizning shu chaqirig'ini deb ichib qoldik bu bugun munozirani. Balkim yana davomlashtiramiz bu ma'lumot temalar, qiziq temalarni aytajak. Menimcha bo'lsa bir soatning ichida shu programmamizni to'xtatsak deb o'ylayman, agar vaqtning qislig'iga qarab. Shunaqa bu boyaqi tema, masalan, bir narsani men hayron qolmanchi, ba'zi vaqtda bizning bir mashinamiz buzilib qolsa, biz shu mashina yasaydigan bir qaraxonaga boramiz endi. Yuragimiz og'rib qolsa, doktorni izlaymiz. Lekin siyosat kelganda biz hammamiz xuddi bir Harvardni tugatgandek siyosatchidek gap ketamiz ekanchi. Endi bu siyosat bu bir endi ilm fan, uning o'zining bir qoidalari bor. Uning qoidalarini buzishga bo'lmaydigan bu bir fan bo'lgandan keyin, lekin hammamiz o'zimiz siyosatchi deb o'ylaymiz. Nimishqidir bilmadim endi. Balkim oson deb o'ylaymizmikan. Endi senmi siyosatchi emas, menmi siyosatchi emas, lekin boyaqi shu ikki turli bo'linish dedim o'sha bayroq to'g'risida. Bir qolgan bir 30-20 minut vaqtimizda shu bo'linishning qanday yana turlari bor? Biz qanday bo'linib ketib boramiz masalanchi? Masalan, qancha parcha bo'lindik masalanda? Buni analiz qilib baqaylik. Buni hozir sen bak muhim bir mazmunni o'tirib qo'yding. Senmi siyosatchi emas, menmi siyosatchi emas. Endi biz faqat nima degan chaqda biz vatanparvar, vatanchi biz. O'kan sana men inglizchisini avatib qo'ydim-ku, Amerikada ikki xil grajdan bo'ladi. Masalan, Amerikaninki manfaati bilan hech qanday kori yo'q. O'zining jinini beqib o'tib ketsa bo'ladigan grajdan, yana birisi Amerika manfaati uchun jinini beradigan, urush desa urushga qatnashadigan, mol desa mol beradigan vatanparvarlari. Endi biz shu vatanparvar Uyg'urlar deb qaraymiz o'zimizni. Shuning uchun bir vatanninki butun masalalarga jinimizni tikib
buning uchun xizmat qilishga tayyor. Endi hozir nima uchun qanchaga bo'linyapmiz deganni bir analiz qilib boqaylik. Masalan, Senatçı bo'lsa qachon boshlandi bo'linish? hozir Birinchi mening bo'linish qachon boshlandi? endi Nimadan boshlandi? oxirgi savolingda o'ta. Ben demen nimadan boshlandi birinchi bo'linish masalan. Birinchi bo'linish cho'ng bo'linish mustaqillik talab qilinganlar bilan, ya'ni mustaqilchilar bilan Sharqi Turkistonga mustaqillikdan boshqa yo'l azodlik akilanmaydi Uyg'ur xalqiga deydigan mustaqil mustaqilchilar. Bu bir cho'ng guruh. Buni bir ay qo'yib turaylik hamda. Yana bir tarafda 2005 yillardan keyin, hatta 2004lardan keyin desak bo'ladi. 2005lardan keyin deydi g'ayrim. Chunki men 2004-yilninki oxirlarida bu Washington atrofidan men Floridaga ko'chib ketgan. Shu vaqtgacha oralig'da Washington atrofida biz avtonomiya talab qilamdik, mustaqillikmi deydigan savolni qo'ydigan birisi aldirab o'tirib chiqadigan birisi chiqolmadi undaq. Chunki u chaqda mustaqillik degan bu mutlaq bir narsa, bir ideyati. Endi 2005-yillardan keyin tadrijiy holda bu inson haqlari, kishilik huquq, bu self determination, o'z taqdirini o'zi belgilash degan sapsatilar o'tirg'i chiqish orqali bo'libmi qachon boshlandi degan chog'da shu NED'ninki birinchi qitimli qilib pul berishiga boshlagandan keyin NED'dan birinchi qitim shu $70,000 ilindimi xatolashmasam shuni olgandan keyin bu NED'ninki tuzumlilariga asosan Amerika Uyg'urlar birlashmasininki nizomnomalarini shunga asosan yozmasa bo'lmaydi degan narsa bilan inson haqlari, kishilik huquq, bu self determination degan gaplar o'tirg'i chiqishga boshladi. Ben bir qurumishni bir o'rischa tushuntirib qo'yaychi, NED nima tashkilot deb. Вторая тема сегодняшнего разговора — это мы хотим, мы не политики, ни я, ни Умит, не политики, мы просто хотим проанализировать, да, почему мы не можем объяснить, на какие части мы разделились, и пытаемся сделать свои мысли. Умит предполагает, первое разделение произошло между уйгурами, которые считали, что наш путь — это только независимость. Независимость уйгуров, независимость Восточного Туркестана. Второй путь, второе направление, да, это появилось, со слов Умита, где-то в 2004-2005 году, когда организация NED, это National Endowment for Democracy, это организация, которая находится под Конгрессом США, и она финансирует какие-то там демократичные движения. Эта организация сейчас финансирует некоторые уйгурские организации. И вот впервые, когда эта организация стала финансировать, появилось такое мнение, что уйгурам нужна более широкая автономия. Мы можем ошибаться, это просто примерные сроки, когда это все появилось. То есть NED – это National Endowment for Democracy. То есть пока мы говорим два разделения. Это те, кто хотят быть независимыми, и те, кто считает, что нужна более широкая автономия, и можно существовать совместно внутри Китая. Şu Ümit, şundan biz işe grubu kıldık. Şimdi bu 2005 yıllardan keyin şu azgına 60-70 ming dollar pulning keyniga kirib, biz Uyg'urlarning bir qismi Uyg'urlarning oldiga kelsa, voy biz mustaqillik talab qilamiz. Qalbida rost mustaqillik talab qilganlarmi bor buning ichida. Albatta hammasi saxtpaz demayman. Ama Amerika hükümetininki aldığı xalqaro siyosatning oldiga borgan chog'da biz inson haqlari talab qilamiz, kishilik huquq talab qilamiz. Hatto tadrijiy taraqqi qilib bu 2018larga kelgan chog'da biz Uyg'urlar mustaqillik talab qilib boqmaymiz, qilmaymiz deydigan darajada ozg'an Uyg'urlar shu darajaga yetdi. Shu o'xshash insonlar biz mustaqillik talab qilib boqmaymiz, Uyg'urlar mustaqillik talab qilmaydi. Hozir faqatla biz hayat qilishning g'imida degan og'ziga olgan insonlar shu 2000
2000 yıllarda hatta ta 2004 yıllargacha bunda gapni og'ziga ololmaydi. Çünkü o cüret yok diyorlardı. Çünkü bütün Uygur birli niyetde mustaqillik deydigan vaqtlardi. Endi şu 2004-5'lerden keyin bu ikki cho'ng parchalandi. Mayaqda bir mustaqillik meydanida ching turganlar, yana bir tarafda avtonomiya bosimi meyliti og'ziga chiqarolmagan o'chaqlar. Keyin bara bu rasmiy avtonomiya talab qilamdiq. Mustaqillikmi deganni aymanmay og'ziga oldiganlar, hatto oxirgi yillarda biz mustaqillik talab qilmaymiz deydiganlar darajasiga chiqdi. Bu ikki cho'ng guruh. İşte grup. Ondan keyin Endi undan keyin yana bir cho'ng bir guruh, ikki guruh bor bu yerda. Endi bu yerda millatimiz xato tushunmasin. O'zini naiti bilimlik, o'zini naiti modern, taraqqiy qilgan, zamonga moslashib yashayotgan, az to'la maktab o'qib qolgan yoki az to'la tijorat qilib iqtisodi yaxshilanib qolgan Uyg'urlar o'zini bek madaniy chaqlab musulmon islom shariati bilan yashayman deyotganlarni 3. dünya ellerinde yashayotgan 3. darajali grajdanlarda ko'radigan, kamsitadigan bir guruh ayrılıb chiqdi millatimiz orasida. O'zini nəhayət çoğ madaniyatlik ko'radigan Uyg'urlar, din bilan aloqali dindor Uyg'urlarni qaloq, jamiyatning orqasida qolgan, o'qimaydigan, meynat, shu namoz o'qishdan boshqani bilmaydigan deydigan bir guruh o'ttirib chiqdi. Endi bundaq guruhning ichidami ayrim parçalar var, onunla kirmeyimiz. O parçalarını sözlep cümleyle. O parçalarının içinde hatta bazıları qaysı dereceye yetken diyen çağda bu Müslümanlarını Uygur durup şu Müslümanlarını terörist deydiganlar. Yani koluğa kural ilip can qilimiz deb jinini atavatqanlarını bular terörist deb ataydigan derecesiga yetken haddidan oshganlar bor. Bu bir guruh. o küçük bir grupa bo'lish kerak deb o'ylayman. Bu nəhayət bir kichik guruh. Amma o'zini nəhayət aqlliq, madaniyatlik o'ylab bilib, islom dini bilan yashash, islom dinininki bizning Uyg'ur urf-odatiga, madaniyatimizning ichiga kirib ketganligini his qilmay, Amerikaga kelib yoki Yevropada u yerda yashab qolganligi uchun o'zini xudunuf qolmay qolgan milliy urf-odatdanmi chatnab nomus qiladigan darajaga kelib qolgan Uyg'urlarmi bor. Endi to'rtni hisobladi hozir biz. Men degan islom dini bilan yashashni o'zining birdan bir hayot yo'li qilayotgan Uyg'urlarning ichida qanday Uyg'urlar bor desam, albatta hammamizning dini musulmon, elhamdülillah ko'p. Buningda Uyg'urlarning mencha 98% deb qisam xatolashmaymi deyman. Endi ba'zilari o'zlari xristian dinini qabul qilib, bu qilganlar barmoq sanig'idek, uning kimligini bildigan darajada barmoq sanig'ideklar bor endi. Ham yo'shurillari qanchalik. Ama 98% men musulmon deb qarayman bizning xalqimizni. Endi men musulmon men musulmon deb qo'yish bilan bo'lmaydi endi buningda. Islom dinininki buyurgan shariat yo'li bilan yashayotgan Uyg'urlar bor. Bu Uyg'urlarning orasida qandaq bir nima uchun o'zini madaniy o'qigan, o'qimishliq hisoblaydigan Uyg'urlarni bilan birlashamaslikning sababi nima endi? Degan chaqda hammamiz musulmon turib, ma'lani kafir deydi. Bu shariat yo'li bilan yashayotganlar, Amerikada yoki Yevropada yashayotgan, masalan, 5 uchuq ayollarni yoki 5 vaqt namozini vaqtida o'tamayotgan va yoki
butunlay islom shariatida shariat yo'li yashanmayotgan Uyg'urlarni bu kafir bu ha deydi u yoqda qo'pib biz vatanni ozod qilsak islom davlati quramiz deydigan bir guruh chiqadi o yoqda. Mayaqda nima guruh bor desang hamda ikkilisi musulmon bo'lsa bu millatniki. Ham ikkil tarafida. Mala deydi o'zini ait o'qigan madaniyatlik deydiganlar va guylarga qo'yib bersa bular islom shariati davlati qurib oldi oz kundan keyin bu guylar. Afg'onistonda qiladi bizning vatanni. Deydigan ma 4 guruh ayrıldı hozir, shundaymi? 4 bo'ldi hozir. Hozir endi 4 cho'ng guruh bo'ldi. Endi menimcha yana 2 guruhi bor. Yana 2 guruhi bor. Mustaqilchilarning hatto demokratikchi bo'lib ketgan inson haqlari, kishilik huquq mayli nima ideyada bo'lsin, yana bir 2 guruh bo'lib ketdi hozir. Sharq Turkistonchi va Uyg'uristonchi deydigan. Endi Sharq Turkistonchi, Uyg'uristonchi bu yerda A'ni yaratmaydi, ma'ni yaratmaydi. Ma'u A'ninkini inkor qilayotgan, ma'ninkini inkor qilayotgan. Hisoblab kelsak, Uyg'uristonchi deydiganlarninki hissiyotini tushensang, masalan, mendimi vatanimning ismi Uyg'uriston bo'lsa deydigan bir arzu armon bor. Chunki bu millatning qondan kelgan, xuddi qozoqlar o'zining Qozog'istonidan qanchalik faxrlansa, o'zbeklar qanchalik O'zbekistonidan faxrlanayotgan bo'lsa, bu har bir millatda bir shunday bir faxrlanish bo'ldi ekan. Masalan, faqat bu Amerikada bir millatning davlat bo'lmaganligi uchun bu Amerikalik deb faxrlanish va bu yerda bu bir boshqacha bir hissiyot hamdi. Endi bizningki Uyg'uriston bo'lishi albatta odamning hissiyotlarini g'idig'laydigan, odamga g'urur beradigan bir narsa. Ammo unutib qolmasligimiz kerakki, bizga 2 qitim miros qoldirilgan 2 davlatning ismi Sharq Turkiston deb qurilibdi endi. Endi bu yerda Sharq Turkistonchilar yo'q. Bu davlat 2 qitim bizga davlat miros qoldirilgan. Unda o'g'aniki biz mushu mirosimizga ega chiqishimiz kerak. Bu bir davlat qon bilan jon berish orqali qurilgan davlat, biz buning ega chiqishimiz kerak. Uyg'uriston demdik, nima desak deyli, vatanni ozod qilib, uningdan keyin ismni o'zgartirishimiz o'zgartayli deydiganlarning bordi. Bu bir guruh. Hatto bu Sharq Turkiston chilarninki ichida qandaq deydiganlar bor desa, unda olsa senmi qudrating yetsa, shu ayni vaqtda 2 qitim Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan o'xshash, senmi bu Uyg'uriston deb Cumhuriyetni qur, undan keyin bizmi shu Uyg'uriston deyli. Bu ota-bobomizdan miros qolgan bu davlatni biz Xitoy ishg'ol qilib oldi deb turib da'vo qilyapmiz. Endi sen qo'pib, nimishki Uyg'uriston deb bu mirosimizga ega chiqmaysan degan bir guruh bor bu yerda. Bu Uyg'uriston deyotganlarning ko'pchilikning ideyasi qanday desang, bu bir xatolik bo'lgan. Shu vaqtda xatolashib ketdi. Xatolashmagan bo'lsak, biz shu vaqtida shu Sovet ittifoqining shu 15 Cumhuriyetga o'xshash bizim bir mustaqil bo'lib qoladi deb shu ideyasi endi. Endi bu vaqtda xatolashgan bo'lsak, xatolashdik uni qachon. To'g'ri, endi arzu armon degan shundaq. Masalan, menmi mandaq arzularni qila olaymanda, Hajab Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan vaqtida tug'ilib qolmabdi menkenma degan arzuni qilsam, mening dadam, opam nima uchun Sharq Turkiston Cumhuriyetlari bor vaqtida tug'ilmagan bo'lg'aydi meni degan arzularni qilg'isi keldi odamninki. Hatto shu Uyg'ur imperiyasi vaqtida Belgi xaqallarning davrida tug'ilib qolgan bo'lsamchu deb arzu qilamiz, ammo Alloh taolo u vaqtida bizni yaratmabdi-ki, keyin yaratibdi-ki, hamda hozir yashayapmiz. Arzu armon degan boshqa narsa, ammo reallik, amaliyot degan boshqa narsa. Hamda boya deb o'tib ketganimdek xato tushuncha bo'lsin. Menmi Uyg'uriston deb bir davlatim bo'lishni arzu qilgan birisi, ammo bu yerda reallikni o'ylagan vaqtida, masalan, Uyg'uriston deyli,
Hatta Uyg'uriston deydiganlarning ichidan ba'zi shu Facebook'larda, ba'zi yerlarda o'qib hayron qoldim ba'zi gaplarni. Şinjan deyishni hech qanday g'alati tuyulmaydi ekan, jirganmaydi ekan buningdan. Bu Şinjan deyishni nima uchun jirganmaysizlar-yu, ammo nima uchun Sharq Turkistonga qarshi chiqsizlar deb so'raganlarim bo'ldi. Desem ba'zi Uyg'uristonchi qarindoshlardan ba'zilari nima dedi desa, chunki Şinjan deb atalganning orqasida Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni bor, biz ashaning mustaqilligini talab qilyapmiz deydi. Endi bu Uyg'uristonchilarning ichida ABQ bu inson haqlari talab qilayotganlarning ichida biz mustaqillik talab qilmadik deydigan darajada oljiganlar bo'lganga o'xshash. Uyg'uristonchi qarindoshlarning ichidami biz hozirgacha bu Şinjan desa nima bo'pti? Xitoylar chaqida Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb biravassa sen haq demişki Sharq Turkiston deysa, bu Türkning to'prog'i bo'lmasa deydiganlar bor ekan. Bu bir cho'ng guruh endi. Shuningla 6 guruh bo'ldi o'tkir. 6 guruh. Bu az emas, az emas. Az emasda. Yana 7-8 chiqamaydi deyapman endi. 6 guruhning ichidagiga kirib kelsak, uning ichidan chiqamaymiz bugun. Ammo hozirgi shu cho'ng 6 guruh birli narsa var, nerede birleşiyotymiz hozir? Analiz qilib baqaylik. 6 guruhning hech qaysi rad qilamagan ne bor hozir? Hammamiz biz hozir shu erkak qirg'inchilik to'g'risida. Uningda muhim bir narsa var. Irqiy qirg'inchilikni hozir irqiy qirg'inchilik demayman deydiganlar chiqmagan bilan irqiy qirg'inchilik deb qo'rqmay og'ziga olmayotganlar bor. Ammo mayli inson haqlarichi bo'lsin, kishilik inson haqlari da'vosi qilayotgani bo'lsin, mayli mustaqillik da'vosi qilayotgani bo'lsin, mayli shariat bilan yo'l tutib islomiy yashayotganlar yoki madaniy yashayotganlar bo'lsin, va yoki Uyg'uristonchi bo'lsin va Sharq Turkistonchi bo'lsin, hammasining birlashgan yeri mana bu orqamdagi bayroq. Bizning vatanning ayolsizlik bayrog'ini hech kim inkor qilolmaydi hozir. Mesela Uyg'uristonchilar Sharq Turkistonni inkor qiladi. Hamda lekin bayrog'ini ko'tarib chiqadi. Ammo Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'tarib chiqadi. Bu ajoyib o'ylanishga tegishli masalada. Chunki Uyg'uriston degan bir davlat bo'lib boqmagan. Hamda faqat milliy g'ururi, vijdoniy yo'l qo'ymayotganligi uchun ham Xitoyning territoriyasida avtonom rayonlarning o'zining bir bayrog'i yo'q, mencha xatolashmasam. Shuning uchunla Şinjan deganning bayrog'ini ko'tarib chiqmayotganlar bor. Endi Sharq Turkistonning bayrog'i, ammo Sharq Turkistonga dushmanlik qiladigan guruhlar bor. Sharq Turkiston ismiga. Ammo faqat o'ylab kelsak, hech kim inkor qilmagan bir narsamiz borki, bayroq. Bizni bir yerga jamlalayotgan. Mayli dinchisi olsun, abay men degan 6 guruhning hammasi qayerda birlashalayotdi degan chog'da bayroq. Shuning uchun bugun bayroqqa dushmanlik qilish boshlanib ketdi, xil bo'ldi. Mushu davom qilayotgan munoziralar hatto bayroq ko'tarib chiqma deyishlarning ichida yaxshi niyatliklar bor buning ichida albatta. Ama bunu bir gap qilgan vaqtida bu Uyg'urlarda bir ba'zida mendimi bo'lib qolgan burun xalqning dilini og'ritib qo'ygan bo'lsam, mishadan kechirim so'rayman. O'zimizning o'ylagan narsani xalqlarga tengish, majburlash. Ama analiz yo'q. Masalan, bu bayroq masalasida kimning manfaatiga eng xushaqidi bayroqni osmasak. Chiroyli gaplar bilan biz hozir bayroq osmay turayli, biz hozir bayroq ossak, anda bo'ldi, manda bo'ldi deyishlar orqali asta ustiga hasal yalatilgan, ammo ichida aldirmay o'yiltiradigan, jillarcha hazm sistemingda asta seni churitib o'ltiradigan zahar
qaçılanğan bir nima bu? Virus. Bu bayraqni ko'tarmaymiz deyish. Nima uchun degan chog'da obayqi butun bo'linib ketgan 6 guruhni bir yerga keladigan shu bayraq. Agar buningdan voz kechsak nima bo'lamiz? Biz 6 parchadan 60 parchaga bo'linib ketamiz. Agar bayraqninki qimmatini saqlamasak. Endi bayraq ko'tarmasang sen xoin bo'lsa deganlarga bir javob. Bularni o'ylash baqsin. Her bir devletning o'ziga tushliq siyosatida yashayapmiz. Masalan, Amerikada turib olib, Amerikadan birisi bayroq esishga bo'lmaydi desa, bu dunyodagi eng ahmoqonlik bo'ldi. Chunki Amerikada qanday bayroqni ko'tarib chiqsang, qonunliq tashkiloting yoki sening qonunliq grajdanliging mishadi bo'lsa, o'zing xohlagan bayroqni ko'tarib chiqsa, fashist bayrog'idan boshqa. Unda bo'lgandiki, bu Amerikadagi cheklanmagan davlatda ma'lum davlatlarningki siyosatiga qarata ish ib bo'lmay, dunyo bo'yicha butun yerda bu bayroqni osmasligimiz kerak, cheklashimiz kerak deyish nima degan chog'da bu suiqasd bu. Ama mesela Qozog'istonda ya Qirg'izistonda davlatning siyosatlari ve şu davlatlarning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarininki bisim ostida bayroq islanmay qolsa, buni to'g'ri tushunishga bo'ladi. U endi ota-onam qini deb chiqqanlarmi, ular mayli uni faqat ota-onamning izdirigini qilyapman, urug' tuqqunimning izdirigini qilyapman degani bilan amaliyotda irqiy qirg'inchilikqa isbotlayapti u yerda. Ya'ni Sharqi Turkistonning umumiy manfaatiga xizmat qilyapti shular. Biz amaliyotda bir tal rasm topamayapmiz-ku, masalan ba'zi isbotlarni beradigan shu lagerlardan chiqqan şahitlar şu erkin dunyoga chiqib intervyularni bergicha BBC'larning newslari hattoki lagerlarninki drone sun'iy hamrodan tortilgan rasmlar o'ttirg'i chiqishi oraliqda dalil isbot bormi hozir? Yo'q. Ammo hozir eng biz ansiraydigan taraf nima degan chog'da asli biz uyg'otadigan, chiqay deydigan insonlar kim o desa, haliq ota-onasi turmada bo'lsinmi yoki ota-onasining o'lgan, tirilgan bo'lsinmi, jim degani bir nimalardan tamo kutib, yana Xitoy bir yo'lni ichib o'tib qolib qolsa, yana shu lagerlarni taqib o'tib qolib qolsa, yana shu bodi keldi qilib, yilda bir qitim vatanni ziyorat qilib yashamdimki deb tamoda yashayotgan ba'zi Uyg'urlar yo'q emas. Hatto 2019-yillari apilari Amerikaga kelib, apilarini ota-onalarini vatanga opirib qo'yib, mushtaq qatnab жүрген Uyg'urlarni olganman. Endi bu Uyg'urlarga hech qanday gap yo'q. Ota-onam qini deb chiqqanlarga sen bayroq assang, ko'tarishing kerak, bo'lmasa sen xoin deyish, bumi bir suiqasdmi? Shuning uchun mushundaq narsalarda biz albatta abay sen degandek biz bir siyosatchi emas, ammo biz xalqimizga to'g'rini, ochiqni deyishimiz kerak. Bu yerda hozir bir bayroq ko'tarib chiqqan bilan Amerikada turib bir bayroqni ko'tarib masalan chiqmaysan deyish o'zi bir xato. Ammo Qozog'istonda bayroq ko'tarolmaydigan bir odamga ota-onasining ya Turkiyada bayroq ko'tarish cheklangan ba'zi shaharlar bo'lsa, bayroqni ashunchalik bisim ostida ko'taryapti u bayroqni masalan Turkiyadami. Hozirgi Turkiyaninki Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarining yaqinchiligida ashunchalik cheklamalarning ostida yana bayroq lapildayapti. Alloh rozi bo'lsin shu qarindoshlarimizdan. Endi ma'lum bir davlatlarda ashta Qozog'iston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin, ya mayli qiya bo'lsin, bizning bayroq ko'tarilish cheklansa, masalan 1997-yilmi, 98mi esimda yo'q. Turkiyaning Mesut Yilmaz deb bir bosh ministri bo'ldi, boshbakani. Bu chaqda shu 3 partiya birlashib koalitsion hukumat qurgan vaqti, nəhayət esimdən çıxmaydı.
11 moddalik 11 mi 12 moddalik bir genelge deydi. O genelge degeni farmonchi bosh ministrning farmonini chiqargan. Shu farmonida Sharqi Turkistonning bayrog'i hech qanday yerda davlat doiralarida Sharqi Turkiston bayroqlari esilmaydi, yig'inlarda esilmaydi, davlat Sharqi Turkistonning bayrog'i ko'tarilmaydi. Sharqi Turkiston nomida yig'inlar, to'plantilar ichilmaydi. Davlat ma'murlari, davlatga ishlaydiganlar Sharqi Turkiston nomidagi ichilgan yig'inlar qatnashmaydi degan hozir esimda chiqib ketdi nurg'un bir moddalik farmon chiqargan shu Mas'ud Yilmaz degan Xitoy bilan munosabatni yaqinlashtirman deyotgan vaqtlar shu. Shu chog'larda nima bo'lgan degan chog'da bir bayroqni ko'tarish o'zi cho'ng bir masala bo'lib qolgan. Endi masalan, mushundaq bir sharoitlarda bayroq ko'tarmay turibmi Sharqi Turkistonning davosini qila olamizmi? Masalan, hozir shu Turkiyadagi o'zining urug' tuqqanim qini deyotganlar vatan uchun xizmat qilayotganlar shu. Ularga nima uchun til ahonat ishlatimiz, nima uchun jim yetib hech nima qilmayotganlar? Unda olsa haq o'ylamamdi. Mana birlik dedik-ku, abay, birlashish, birlikning gapini qildik. Agar biz xalqni birlashtiramiz desak, mushunda birsini xato, ani xato degandan to'xtatishimiz kerak. Bir-birsini xoindan xoinga chiqarishlarni. U vaqtida kim foydaladi o'tirda? Uyg'urlar demamdi o chaqda. Aninkini anlab, maninkini anlab bezor bo'lib ketganlar nima deydi? Va unda men shu yeb ichib rohat muzikasini anglab, daqidin baxshilib, har hafta oxirisi parti qilib yashayotgan Uyg'urlarga o'xshash Acım özümden bayasha turmushimni yashab o'ssam quloqtish hech tilanglamaydi ekanman, aşı yaxshi demam de o chaqda. Mayli nimali qilsin, bir inqilob, bir kurash vatanning mustaqilligi, millatimizning hurriyati uchun bir qadam bosganning hurmatini qilishimiz kerak. Ha, to'g'ri, Umid, bu nayt yaxshi gap qilding, oxirida men o'ylayman shu. Nim bo'lmasin, biz birlashishimiz kerak. Davanim shu endi bir ilmiy asosda strategiyalik o'zimizdan shu yuragimizdan chiqib davani qilishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki bu muhim, biz uchun muhim. Bugungi vaziyatdan foydalanishimiz kerak deb o'ylayman. Albatta, to'g'ri. Shu Umid, endi bu asosan bu sening shu chaqirig'ini bugun shu muzokara qildik. Endi qisqacha aytsam, bu muzokara shu erkek bilan birlashish, mushuni endi shu o'rnak bo'lgan xalqning bir qo'zg'olonishi chiqsa, qo'zg'olonish emas, balki harakat chiqsa, xalq tashkillangan qilib, bu men biz uchun cho'ng bir birinchi qadam bo'ldi, yangi bir davaniki. Endi 1 soat bo'pti Umid, gap qilmizga 1 soat 8 minut bo'pti. Bir qo'shimcha qilay, abay 5da bir deb o'tib ketdik. Bunda xalq hareketini Xitoy qo'l tiqib ABQ'dagi 6 parchaga parchalashda qiyin ahvolda qoladi. Buni parchalanmaydi. Yana birisi Sharqi Turkiston davosini o'zining davlatlarininki manfaati uchun qo'llanib bir qo'llanishda bir vosita qilib olgan davlatlarga fursat yaratilmaydi. Masalan, ba'zi davlatlarda hozir misoliga NED'ni misol qilsak, NED bir davlatga tava bir yer emas, bu bir bunday aytgan chog'da bir foundationdek bir yer bu. Bir butun Amerikaning siyosatiga vakolatlik qiladigan yer emas u. Ya'ni bu yerda bir xato tushuncha bo'lib qolmasin, bu Amerikaning davlat yordami emas. U NED degan bir inson haqlari, mushlar kishilik huquqni targ'ib qiladigan bir ismidan chiqib turdi-ku masalan. National Endowment for Democracy mesela NED. Hem de aşının ismi de çıkan olsa bular ismiyle çıkıp durdu. Bu demokrasiyani targ'ib qiladigan bir yer, uning sizig'idan chatlab chiqsa xolamaydi ular. Ular pulni bekorga bermaydi. Unda olgandan keyin bizning xalqimiz rostchil bo'lish kerak-ku, o'zimizdan so'rashimiz kerak. Mesela hozir o'zimizning tashkilotlardan so'rashimiz kerak. Mening tashkilotlarimning nizomnomasi nima? Agar yanala 30 yilning yog'i oqmagan bir
siyosatni ko'tarib chiqib, yanada mush irqiy qirg'inchilik, boshqa davlatlar, hozir dunyo xarakterlik irqiy qirg'inchilik, Uyg'urlarning ustidagi zulmni irqiy qirg'inchilik davasa, yana ashundaq ba'zi tashkilotlarning pulidan quruq qilishdan yoki bo'lmasa bisimidan quruq qo'rqib, ya'ni ashlarning deginni qilayotgan tashkilotlar bor. Mushundaq narsalarni nima javob beralaydi desan, xalq harakati javob beralaydi. Xalq qo'zg'algan vaqtida, xalq to'piyakin qo'zg'algan vaqtida xalq o'z oldiga mustaqilmi Sharq Turkistonning mustaqillik davosini qilishga boshlagan vaqtida andaq tashkilotlar bir davlatning, bir millatning taqdirini a'lo xoligan yerga burab ketolmaydi. Masalan, Turkiyani misol qilsak, yillardan beri uchiqin desak bo'ldi, yillardan beri Turkiya Sharq Turkiston davosini Turkiyadan chiqib ketishni xohlamaydi, markazning o'sha yerda bo'lishini xohlaydi. Chunki Turkiyaning butun tashkilotlarda, bu Turkiyada yashagan bir bo'lish salohiyatini bildiryapman. Butun tashkilotlarni MIT kontrolligiga olib bo'lgan, davlat kontrolligiga olgan, davlatning sizig'isiz hech nima qila olmaydi tashkilotlar. Endi xalq harakati bo'lsin, nima bo'ldi degan chog'da buni kontrol qilib bo'lolmaydi. Kimni kontrol qiladi, qaysini kontrol qiladi? Shuning uchun hozirgi vaziyat, hozir sen degandek, bizningki xalq harakatiga aylantirish, mustaqillik davosini xalq harakatiga aylantirish, hozirgi birinchi qila oladigan ishimiz nima degan chog'da irqiy qirg'inchilikni butun davlatlarda, dunyoning o'xshamagan davlatlarda qabul qildirish uchun hammamiz teng kuch chiqarish. Shu mening deydiganim bugun. To'g'ri. Bugun. Umid, men o'ylayman, bu bir qiziq tema shu tashkilotlarning tarixi, tashkilotlarning paydo bo'lishi, balkim bo'linishi yana bir vaqtimiz tepib, ya shu temaga yaqin radiolarni yig'ib yana bir muzokara qilsak bo'ladi deb o'ylayman. Agar vaqtinglar bo'lsa, xalqimizniki ham bizning o'zimiz o'ylanishimiz, analiz qilishimiz, nelardan ziyon tortdik va bundan keyin qaysi yo'llarga qarab menishimiz kerak degan bir munozirlarni qilsak bo'ladi, bu to'g'rimi? Endi men shu bizni anlayotgan qarindoshlarimizga yana aytib qo'yay, bu biz ikkimiz siyosatchi emas, kasbiy siyosatchi emas. Bu bizning o'zimizning bir shaxsan fikrimiz, qalbimizdan chiqayotgan bir so'z endi. Qalbimizdan chiqayotgan so'z, o fikrimiz o'zimizning shu amallarga qarab, analizga qarab qolgan gaplarimiz bu endi. Balkim bu buning xato bo'lishi mumkin, to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin endi bizga buning endi bir naq maydonda isbotlab analiz qilib chiqaryapmiz shu gaplarni endi. Balkim boshqa fikr bo'lsa, shu kommentariyaga yozsin, bo'lmasa bizning shu muzokarada qatnashsa bo'ldi deb o'ylayman hammasini. Rahmat, undan olsa O'tkir Salmo bugun shu nimaga taklif qilsa, rahmat. Endi yana vaqtni qarab bo'lmasa, shu yana bir ko'rishaylik bo'lmasa. Rahmat Umid, bugun qiziq muzokara bo'ldi. Maslahatlashib keyin yana shu sen degan temalarda yana paranglashamiz. Bo'ldim. Xo'shamiz. Xo'sh. Xo'sh. Hammadan Allohga emanet.